Talablarga binoan o'sha semizot o'rtoqlar, iltimoslarga binoan olib chiqdim o'rtoqlar. Mana ko'rinishi o'sishi, novdalarigacha, mana baylarigacha olib chiqib qo'yyapman o'rtoqlar. Buni foyda va zararini oxirigacha tushuntirib beraman. Sabr bilan, diqqat bilan ko'rsangiz, o'zingizga foydadan xoli emas do'stlar. Buni choy kabi damlab ichingiz ham bo'ladi, somsa qilib yesangiz ham bo'ladi. Hattoki egzema, psoriaz, yara kasalliklariga bargini, mana bu bargi bor-ku, mana shuni ezib pasta tayyorlab surtsangiz ham bo'ladi. Buni ichish davri 1 haftadan oshmasligi kerak. Me'yori 1 hafta. Me'yordan oshiq iste'mol qilib bo'lmaydi. Juda ham kuchli narsa. Asosan oshqozon hazmga, qabziyatga, immunitetni ko'targani va qonni tozalagani. Davlenani tushirgani ichilsa bo'laveradi do'stlarim. Davlenani yaxshigina tushiradi, qon bosimini tushiradi. Xolesterin, ichkaridagi yog'lar, yomon yog'lar, xavfli yog'larni eritadi, tozalaydi. Qonni tozalaydi. Ichkaridan chiqayotgan husnbuzarlarni qaytarishda buni bir osh qoshig'ini choydaqa quritib damlab ichish mumkin. Faqatgina 1 hafta mobaynida ruxsat. Endi kimlarga mumkin emas? Homiladorlar, emiziklilar iste'mol qilib bo'lmaydi. Undan tashqari qon bosimi pastlar iste'mol qilib bo'lmaydi. Buyrak kasali borlar, jiddiy oshqozondan zararlangan insonlar va yurak bo'yicha nazoratda turadigan insonlar buni iste'mol qilishi xavfli hisoblanadi. Qolgan insonlar iste'mol qilishi mumkin do'stlarim.